ko'ksi yo'lgitlarda bo'g'ilgan. Oyi, gapirsangiz-chi, biror gap bo'ldimi? Ha qizim. Meni hibsga olishga kelishyapti. Nima? Kim hibsga oladi? Madinani akasida kim bo'lardi yana? Bolani deb shunday qilyapti. Bolani qaytarmasang bo'lmaydi. Oyi, bilasiz, men bolani qaytara olmayman. Iltimos, boshqa bir yo'lini topaylik. Ular nega o'zi sizni qamashyapti? Axir siz hech narsa qilganingiz yo'q-ku. Hammani ko'zida bu ishlarni hammasini men hal qilganman. Oyijon. Iltimos, nima desangiz qilaman, faqat bolamni qaytardi men, iltimos. Boshqa biror bir yo'li topilib qolar. Sizni qamashmaydi, bunga haqlari yo'q. Iltimos, oyijon. Qoch qizim. Nima? Sen qochishing kerak. Nega? Sizchi? Meni o'ylama. O'zim bir amallayman. Sen bolani olginda bu yerdan ket. Oyi, shoshmang. Shunda siz qamalmaysizmi? Men bilan ishing bo'lmasin. Men senga manzil beraman. Shu yerga borasan. Tushundingmi? Qizim. Ona baribir farzandini derkan. Men shuncha umrimni yashab, bor budimni sizlarga bag'ishladim, bolam. Hozir senda o'zimni ko'ryapman. Sen ham o'z bolangni himoya qilyapsan. Xuddi mendek. Bo'la qol. Men sizni tandim. Ha, sizlarnikiga borgandim. Yo, uni aytmayapman. Siz akam bilan kenayimga bola tug'ib berishi kerak bo'lgan ayolsiz, a? To'g'rimi? Ha. Oyz aytdilarmi? Yo'q, akam bilan Xumorani gapini eshitib qoldim. Tushunarli. Lekin Xumorani bu gaplardan xabari yo'q edi. Endi xabari bor. Sekinasida haqiqatni hamma bilyapti. Nega menga bunday qarayapsiz? Menga baribir. Meni hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q. Abbos aka, men haqimda nima dedilar o'zi? Sumbuladan qutula olmayapman dedilar. Shunday dedilarmi? Yo'q. Lekin rostdan shunaqa, to'g'rimi? Bo'lmagan gap. Unda nega akamni tinch qo'ymayapsiz? Bizni uyimizga qayta bordingiz. Endi mana qaynatasini uyigacha ham keldingiz. Buni esa siz bilishingiz shart emas. Bu shaxsiy masala. Yo'q, bilishim shart. Sizni deb akamning oilasi buzilib ketishini xohlamayman. Shundoq ham akangiz oilasi allaqachon buzilib bo'lgan. Men orqali buni saqlab qolmoqchi bo'lishdi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. Meni harakatlarimga kelsak, bilib qo'ying. Men akangiz xotiniman. Assalomu alaykum, amaki. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, qizim? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Xolam yaxshilarmi? Ha, yaxshi. Haligi Oydin kechadan beri uyga kelgani yo'q. Mabodo senikiga kelmadimi? Yo'q, kelgani yo'q. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Xullas, dugonang uydan qochib ketdi. Nima? Nega qochadi? Qizim,
menga to'g'risini ayt. Men Oydinni topmasam bo'lmaydi. Agar dugonang senikiga kelgan bo'lsa, menga ayt qizim, bilishim kerak. Yo'q, amaki, men siz aldamayapman. Oydinni ko'rmaganimga ancha bo'lib ketgan. Oxirgi marta qachon telefonda gaplashganimni ham aniq eslay olmayman. Shunaqa-de. Mayli qizim. Rahmat senga. Arzimaydi amaki. Lekin yaxshi ish bo'lmabdi. Men ham xavotirlanib qoldim. Mayli. Men bora qolay. Mayli amaki. Xudoyim. Qayerlarda yuribsan, qizim? Voy. Oydin. Oydin. Shu yerdamiding? Kel, qo'lingni ber. Voy. Labi opa. Voy. Xullas, ovqat tayyor bo'ldi. Yur, ovqatlanamiz. Shuni aytgani keldim. Rahmat opajon. Uzr, sizni ham ovora qildim-a? Yo'q, hech qisi yo'q. Avvallari bu yerlardan yugurib yurardim. Hozir charchab qolyapman. Qornim bilan qiynalyapman-da. Shu 2 kunda tug'ib qo'ymasam bo'ldi-da. Qani yur singlim, buloqqa. Buloqqa yur. Hozir. Voy. Voy, siz nega tushdingiz? Xumora, bo'ldi, vahima qilma. Uyingda hech kim yo'q-ku. Uyimda bo'lmasa ham qo'shnilar bor. Bo'pti, mana ketaman hozir. Shoshmang Ali aka. Oyimga nima dedingiz? Shu? Hol ahvol so'radim xolos. Aldayapsiz. Nega aldayman, jinnimisan? Oyingga boshqa yana nima deyishim mumkin? O'sha yerda panjara ortida turib seni qo'lingni so'ramasam kerak? Uzr. Tilimdan chiqib ketdi. Aytmasangiz xafa bo'laman. O'zi tunov kuni dadamni gapirib ichimni qizdirdingiz. Siz nima qilib yuribsiz o'zi? Bir qarasa dadam bilan gaplashasiz, bir qarasa oyim bilan. Tezroq gapiring. Xumora, aytadigan gapning o'zi yo'q. Yo'q, hozirroq aytasiz. Bo'lmasa hech qayerga ketmaysiz, tushundingizmi? Xumora qo'shnida ko'rishadi. Qo'shni bilan ishim yo'q. Gapiring bo'ling. Madinaxon, o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ha, yaxshi. Ichkarida yotaverib nafasim siqilib ketdi. Ertalab doktor bilan janjal qilgan ekansiz. Aytgancha, doktor bolangizni olib kelishadi degandi. Nima, olib kelishmadimi? Yo'q. Hali kelgani yo'q. Nega? Doktor bu sizni sog'lig'ingizga juda ham zarur degandi. Yoki uyingizdagilar bolangizni berishmadimi? Bolangiz necha yosh? 2 haftalik. Nima? 2 haftalik bolangiz bormi? Kattasi necha yosh? Kattasi yo'q. Xudoyim sabrimizni sinab mana shu bolamizni bergandi. Tushunarli. Shuning uchun bolamni ko'rsatib janjal qilgan ekansizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biron nima kerakmidi? Yo'q, men xotinimning oldiga kelganman. Bular meni erim bo'ladilar. Boravering. Xo'p, tushundim. Tirjaymang Ali aka. Sabrim tugayapti, tezroq gapiring. Xo'p, bo'ldi. Dadang do'konga meni qulog'imni cho'zib qo'ygani borgandi. Nima? Keyinchi? Keyin qulog'ingizni cho'zib qo'ydilarmi? Ha, aytishga uyalyapsiz-a?
Hechamda. Men senga yosh bolamanmi qulog'imni cho'zdirib yuradigan? Xo'p, unda nima gapiring? Shu nega qizimni atrofda aylanib yuribsan? O'rtanglarda nima bor deb qattiq gapirdilar. Voy o'lmasam, siz nima dedingiz? Nima ham derdim? Qizingiz meni sevadi. O'rtamizga tushmaganingiz ma'qul dedim. Bo'ldi. Bo'pti, hazlashdim dedim-ku. Bo'pti, men uyga kiraman. Odammas-siz, a? Voy, shoshma. Ha, nima deysiz? Boshqa yig'lamagin, xo'p? Oying tez orada ozodlikka chiqadilar. Opangni ham topamiz. Xo'p. Voy, siz bu yerda nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Suhbatingizga xalaqit bermay deb qarab turibman. Menga qara. O'lging kelyaptimi? O'ldirish qo'lingdan keladimi o'zi? Sen bu yerda nima qilib yuribsan o'zi? Bu savolni men senga berishim kerak. Nega bu yerlarda o'ralashib yuribsan? Nima, sen xumorani qo'riqchisisan? Ha, qo'riqchisiman. Kerak bo'lsa, bo'lajak turmush o'rtog'i ham bo'laman. Sen nima deb aljirayapsan? Bor gapni aytyapman. Bu yerda boshqa o'ralashma. O, menga qara. Xumorani ismini tilingga ham olma, tushundingmi? Bo'lmasa shu tilingni o'zim sug'urib olaman. Yo'q, qani bir ko'raylik-chi. Oy. Qishlog'imizning mehmoni ekansan. Izzatingni bil. Qo'rqoq. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tuzukmisan? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Xolam yaxshimi? Tuzuk. Abbos akani oldilariga kelgandim. Kecha olib qo'yganingiz yetmadimi? Nima, to'ymadingizmi? Qo'ysang-chi, Xumora. Sen yaxshi, muloyim qizsan. Senga yarashmayapti. Bas qiling meni avrashni. Sizga yosh bolamasman. Ha. Kecha pochang borib biznikida qoldi. Tushun, Xumora. Ular ham dam olishni, mehr ko'rishni istaydilar. Hamma ayb seni opangda. Dardi xayoli o'zida. Eriga umuman e'tibor bermay qo'ygan. Hatto onangni ham o'ylagani yo'q. Bu-chi, sizning muammoingiz emas, tushundingizmi? Qo'ysang-chi, Xumora, tan ol. Opang hatto o'z onasini o'ylamayapti. Bo'lmasa, onang qamoqda o'tirgan bo'larmidi? Men Zilola opani juda yaxshi bilaman, hurmat qilaman. Ularga nisbatan nohaqlik bo'lyapti. To'g'ri, balki men yaxshi ayol emasdirman. Lekin hech qachon o'zimni onamni bir bolaga almashmayman. Bitta emas, 10 ta bo'lmaydiman. Onamni tanlagan bo'lardim. Bilaman, sen ham shu fikrdasan. Yaxshimisan, Hayot? Nimalarni xayol suryapsiz? Hech narsa. Aldamang. Unda nega kulyapsiz? Seni ko'rib kulyapman-da, Hayotim. Bilasanmi? Seni ko'rishim bilan hayotimga rang kirdi. A? Xuddiki butun dunyo o'zgarib ketadi. Sen yo'qligingda hamma yoq zimiston. Aldoqchi. Jiddiy aytyapman. Tezroq senga uylanib, haqiqiy go'zal hayotga yashashni istayman. Sen hayotsan. Meni hayotim.
Hayot. Bugundan boshlab seni Hayot deb chaqiraman. Bo'ladimi? Xo'p. Yaxshimi? Seni juda sog'inibman. Nega keldingiz? Biroz zulmatdan chiqib hayotni his qilay deb keldim. Ulug'bek aka, endi men yosh bola emasman. Bunaqa yolg'onlaringizga ishonib ketadigan. Men esa hali ham o'shaman. Hayot. Men chida olmayapman. Sensiz hayotim zulmatga aylanib ketyapti. Men bilaman, sen ham meni sog'ingansan. Ulug'bek aka, hayot faqat shundan iborat emas. Siz tengilarning 2-3 farzandi bor. Bilaman. Bilaman asalim. Men senga bolamizni topib kelaman. Sizni qo'lingizdan kelmaydi. Endi birgina umidim dadamdan. Madina, seni dadang, akang hech narsa qilisha olmaydi. Endi ular senga begona. Sen meni jufti halolimsan. Ular seni menga berib, vazifalarni bajarib bo'lishgan. Hayot, bu yog'ini menga qo'yib ber. Ular nima qilishsa ham senga bolani olib berisha olmaydi. Lekin men bolamizni qaytaraman. Nima qilib bo'lsa ham, qanday qilib bo'lsa ham qaytaraman. Faqat sen menga ishonishing kerak. Menga imkon ber. Axir ajrashishimizga sabab yo'q-ku. To'g'ri, qiynalyapmiz. Lekin hayot, mana shunaqa paytlarda bir-birimizga suyanchiq bo'lishimiz kerak emasmi? Hayot, hozir menga juda ham keraksan. Sen ham mensiz qiynalyapsan. Iltimos meni o'zingdan itarma. Jiddiy aytyaptilarmi? Ha, jiddiy aytyaptilar. O'shandan keyin meni yaxshi ko'rib qolib, har kunda darvozamni tagidan qo'ylarni haydab o'tardilar. Nega? Sizni ko'rish uchunmi? Qayoqdan? Biz u paytlar tun botgandan keyin ko'chaga chiqmasdik. Bu kishi ataydan qo'ylari bilan kelib olib, ko'chamizni rasvo qilib o'tardilar. Keyin men esa saharlab turib olib ko'cha supurardim-da. Mana bu qo'ylarni qiroli esa yuzini yuvmasdan turib, kelib meni tomosha qilib o'tirardilar. Qo'ysang-chi, ja oshirib yubording-ku. Xuddi shunaqa bo'lganda. Oydin, bir marta ustilariga suv ham sepib borganman. Mazza qilganman-da. Voy, qornim. Voy. Tinchlikmi? Qornim og'riyapti. Senga nima bo'ldi? Oppa, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Qornim og'riyapti. Nimadir qilaylik. Yo'q. Bo'ldi. Nima? Bo'ldi, oppa. Nima qiling? Hozir to'qib qo'yaman. Nima qiling? Pichoq. Nima qilish kerak? Olib keling. Nima kerak? Nima kerak? To'g'ri olib keling. To'g'ri? Hozir. Hozir mana hozir. Hozir. Mana to'g'ri. O'la qolinglar. Oydin qo'lingdan keladi. Undan kelmaydi, yo'q. Voy. Pichoqni olib keling. Pichoq. Dadasi pichoq keling. Hozir. Voy, eplolmayman, oppa. Voy, men tug'dirolmayman. Mana pichoq, mana. Ushla. Nima pichoqni? Men tashqarida bo'laman. Oling, kindigini kesasiz. Voy, Oydin. Oydin? Dadasi! Oydinga nimadir bo'ldi, dadasi! Husniya. Men qara. Ko'rdingmi, bosh varasi kelibdimi? Ha, shunaqa. Men ham hozir eshitib kelyapman. Juda qattiq qo'l deyishyaptimi? Men kirib tanishib chiqay. Tanishib chiqasan? Ha. Men qara. Men sen bilan birga boraman. Sizga nima bor? Bu nima deganing? Axir men bu tug'ruqxonani
asosiy xodimlardan bittasi bo'lsam, tanishib qo'yishim kerak. Boshqa payt tanisharsiz. Ko'p gapirma. Yur. Oppo, siz nima qilasiz u yerda? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Kelinglar. Xo'p. Men Nazokat To'xtayevnaman. Juda chiroyli ismingiz bor ekan. Rahmat. Xo'sh, xizmat? Opa, meni ismim Husniya. Ancha yillardan beri shu yerda ishlayman. Avvalgi bosh doktorimizni hamma aytganlarini men bajarganman. Menga ishonardilar. Chunki ishga juda ham mas'uliyatli yondashaman. Tushunarli. Men esa shu yer qorovliman. Ismim Mirala. Hurmatli Nazokat To'xtayevna. Rahmat. Tanishganimdan xursandman. Borishingiz mumkin. Haligi Sizga bo'shsiz dedim. Xo'p. Xo'sh, Husniyaxon. Hozir siz bilan ishdan bo'shaydiganlarning ro'yxatini tuzamiz. Ha, xo'p, opa. Mana bu ruchka bilan qog'ozni oling. Xo'p. Mana. Qulog'im sizda, ayting opa. Birinchi bo'lib Nafosat Berdiyorovani yozing. Nafosatmi? Ha, darrov sezibsiz-a, qo'li egri ayol. Zaxiradagi dori-darmonlarni hammasini sotadi. Yana bu yetmaganday bemorlarni ovqatidan ham olib qoladi. Xo'p, siz yozavering. Xo'p bo'ladi. Yozdim. Yana kimni yozamiz? Gulmira Sultonova. Opa, qoyilman-e. Bir ko'rishda odamni kimligini ajratar ekansiz. Shu ayol umuman ishlamaydi. Ishga kelishi bilan yog'im og'riyapti, buyog'im og'riydi deb o'tirib oladi. Xo'p, siz yozavering. Tezroq. Xo'p bo'ladi. Keyingisi Miral aka. Qorovlimizmi? Ularni nega bo'shatyapsiz? Ha, qorovlimiz. Chunki hamma ishni o'rganib chiqqanmiz. Jinoyatga sherik bo'lgan odamni bizga keragi yo'q. Meni bo'shatmoqchimi? Ha, opa, to'g'ri aytyapsiz. Keyingisi opa. Husniya Sharipova. Ha, opa, haligi adashib ketdingiz-a? Husniya menman. Yo'q, adashganim yo'q. Sizni ham kimligingizni bilib bo'ldim. Yozing. Yozing, nega qarab turibsiz? Bo'ldingizmi? Qog'ozni menga bering. Opa, haligi borib endi hammanglar arizanglarni yozinglar. Opa, lekin sizga bo'shsiz dedim. Ketishingiz mumkin. Qizim, bu yerdan ket. Men shunchaki Iltimos sendan. Shundoq ham muammolarimiz yetarli. Seniki ortiqcha. men sizlarga nima yomonlik qildim? Yaxshiyamki sen hech narsa qilmading. Lekin bu turishingda biz senga yomonlik qilib qo'yamiz. Men sizlarga tushunmayapman. Men sizlar uchun shuncha harakat qilyapman. Nega meni shunchalik yomon ko'ryapsizlar? Gap ko'paytirmagin. Hoziroq ketgin. Abbos aka. Sumbula, sen bu yerda nima qilyapsan? Haligi ertalab uyda hamyoningiz qolgan ekan. Shuni olib kelgandim. Mayli, men bora qolay. Qo'ng'iroq qilarsiz. Sumbula. Niyetsizlar. Sumbula, to'xta. Sekinroq Abbos aka. Tinchlikmi? Bu nima qilganing? Nima qilibman? O'zingni jinlikka solma, tushundingmi? Nima? Men senga biror marta qo'ng'iroq qilib, uchrashib yurganmidim?
kecha menikida qoldingiz-ku. Aljirama. Tasodifan uxlab qolganman. Ah, xo'p, farqi nimada? Farq shundaki, seni menga umuman qizig'ing yo'q. Uyimga kelib, qaynatam oldi fitna uyushtirmagin, tushundingmi? Qanaqa fitna? Men sizni hamyoningiz olib keldim, xolos. Sumbula deyapman. Men bilan o'ynashma. Shundoq asabim joyda emas. Xo'p, uzr, bilmay qolman. Qo'yib yuboring, iltimos. Jonim og'riyapti. Boshqa bu yerda qorangni ham ko'rmay. Tushundingmi? Balki bu yerda boshqa ko'rmassiz. Lekin o'z uyingizda ko'rishga majbur bo'lasiz. Oydin. Ko'zingni ochsang-chi. Yaxshimisan? Sekin tur. Ana, keldi o'ziga. Yaxshimisan? Menga nima bo'ldi? Hushingdan ketding, singlim. Doktorning qizi deb katta gapirasan. Ha, buning qonni ko'rmay turib hushidan ketib qoldi-ku. Ha, men qayerdan bilay bu qizni bunchalik nozikligini? Nima bo'ldi? Tug'dingizmi, opa? Qayoqda tug'adi? Bu yarabas faqat odamning ustidan kulishni biladi. Bu nima deganingiz? Men atay qilibmanmi? Voy tavba. Aldamchi to'lg'oq ekanda. Sizni aldamchi to'lg'og'ingiz hech rost bo'lmas ekanda. Nima, avval ham shunaqa bo'lganmi? Bo'lishi ham gapmi? Bu 4-marta bo'lishi. Voy-vo, bas qiling, vahima qildingiz. Hali shunday qilaversang, chin to'lg'oqqa ham ishonmay qo'yaman. Rostdan ham shu yerda tug'ib qo'yasan oxiri. Bo'ldi qiling, nafasingizni shamol uchirsin. Undan ko'ra birorta o'rtog'ingizni mashinasini gaplashib qo'ying. Shoshilinchda to'lg'oq tutib qolsa, tug'ruqxonaga olib boradi. Qo'yaver. Qaytib kelamiz yana. Voy, meni bolam qani? Voy, xavotir olma, bolang ichkarida uxlab yotibdi. Seni ham qo'rqitib yubordimmi? Yaxshimisan? O'zing kelib qoldingmi? Ha, yaxshi. Endi nima bo'ladi? Nima qilamiz Husniya? Birpas jim tursangizchi. Men qayoqdan bilaman? Bilasan-da. Nega og'izdan chiqmasdan meni ro'yxatga qo'shib qo'ysan? Men nima qilay? O'zlari bo'shataman dedilar-ku. Meni maqtashing kerak edi. Bas qiling. O'zimni ham maqta olmadim-ku. Endi nima qilamiz, ha? Bilmayman. Menimcha endi foydasi yo'q. Men qara. Opa bilan gaplashib ko'rsang-chi? Nima deyman? Hammasini bilar ekan o'zi. O'zimizni oqlashdan foyda yo'q. Oqlamaysan. Unga pora taklif qilasan. Siz joydami? Qanaq qilib yangi kelgan boshliqqa pora taklif qilamanmi? Qo'rqadigan joying bormi? Baribir ishdan bo'shatdi-ku. Tomingiz ketib qopti sizni. Men jiddiy gapiryapman. Uyimda 3 yoshlik 4 oydan beri boqib kelayotgan qora qo'chqorim bor. O'zi ham 80 kilo go'sht qiladi. O'shani opaga beraman. Chi gaplash? Endi opani oldiga bir kami qo'y olasizmi deb kiramanmi? Boring. Qo'ymas u. Qo'chqor. Uf, nima? Ha, bir aylanib kelmaymizmi demoqchi edim. Tushunmadim. Ha, menga bir bundoq bir qishlog'ingizni ko'rsatmaysizmi deyman? Ko'rsatmayman. Bu yerda ko'radigan hech vaqo yo'q. Qo'ysangizchi. Hamma yerni o'ziga yarasha go'zalligi bo'ladi. Bog'lar, tog'lar, odamlari ham chiroyli bo'ladi. Masalan, bu yerni qizlari sizga o'xshagan chiroyli bo'ladi deb eshitgandim. Qosh ko'zi shahlo, sochlari uzun. Voy, bo'ldi, hop. O'zim aylanib kelar ekanman, tushunarli. Yo'qol, sen yetmay turuvding o'z uyimizga. Nimaga bu ahmoq biz uyimizdan ketmaydi-ya? Nima? Bu gap qayerdan olding? O'sha kungi guvoh ayol mahkamaga keldi. Nima? U o'z ko'zi bilan ko'ribdimi? Ha, Ulug'bek Madinani qirdan itarib yuborganini ko'rgan ekan. Yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas.
Nimaga bo'lishi mumkin emas, dada? Ulug'bek singligini jonidan ortiq yaxshi ko'radi. Uni joniga qasd qilishi, unga zarar yetkazishi umuman mumkin emas. Dada, balki urushib qolgandir. To'ygandir hammasidan. Har xil holat bo'lishi mumkin. Oxirgi paytlar ikkalasi ham asabiylashib yurganda. Yo'q, ishonmayman. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Ulug'bekni singlimni o'sha yerda tashlab ketganicha. Xo'p, nima qilmoqchisan? Hozir borib uni hibsga olaman, tergov qilaman. Yo'q, bolam. Endi bunisi ortiqcha bo'ladi. Hozir bizning maqsadimiz kuyov emas. Biz Zilolaning oilasi bilan shug'ullanishimiz kerak. Dada, axir u singlimni joniga qasd qilgan. Mayli. Mayli, sen shunchaki so'roq qil, lekin qamama hozir. Mayli, sekin asta surishtiruvni olib boraver. Buning uchun sen hozir uni birdaniga qamab qo'yishing shart emas-ku. Keyin bilib qo'y. Ulug'bek hech qachon Madinani tashlab hech qayerga qochib ketmaydi. Agar u qamalishdan qo'rqqanda allaqachon ketib bo'lardi. Xo'p, dada, tushundim. Voy, ko'z tegmasin. Ancha o'zingizga kelib qopsiz. Mana aravachaga ham o'tyapsiz-a? Ha, nogironlar aravasi. Unaqa demagan qizim. Xudo xohlasa oyoqqa turasan. Oyjon to'g'ri aytayaptilar Madinaxon. Hali ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Shunday baland joydan yiqilib ketasiz-u. Demak, Allohning sizga baxtli kelajagi bor. Rahmat, kenaya. Sizchi ko'nglingizni cho'ktirmang. Hozirgi zamonda hamma narsaning iloji bor. Oyi, meni bitta yaqin tanishimni yaxshi doktori bor ekan. Voy, unga hamchi boshqa tug'a olmaysan degandi. Mana hozir bitta emas, ikkita bolani tug'ib, uchinchisiga ham homilador. Ha? Tushunmadim. Bu nima deganingiz, kenaya? Ha? Nega menga bunaqa gaplarni gapiryapsiz? Endi shunchaki e'tibor bermang. Haligi Oyjon, men choy poy olib kelaymi? Bo'lmasa olib kelaman, biror nima kerak emasmi? E'tibor bermang. Men gapiraveraman-da, e'tibor bermang. Oyi. Keliningiz nima deyapti? Qo'y endi shu kinoyini. Bilasan-ku, dovdir. O'g'lim bechora xotinga ham yolchimadi. Ahmoq, shunaqa ham dovdir bo'lasanmi, Lobar? Sal qolsa hammayoni rasvo qilarding-a. Madinaxonga haqiqatni aytishmagan ko'rinadi. Jinnisan, jinni. Menga qara, qizim. Ancha o'zingga kelib qopsan. Sendan bir ikkita narsani so'rab olay. Nima oyi, so'ravering. O'zi o'sha kuni qirlikda nima bo'lganda? Agar javob berish istamasang, mayli, gapirma. O'zichi nima bo'lganini ham tuzuk eslolmayman. O'zimda emas edim. O'zimni o'ldirmoqchi bo'lib turganimda Ulug'bek ham kelib qoldilar. Ular meni to'xtatishga harakat qildilar, lekin lekin o'zi seni itarib yuborgan, to'g'rimi? Oyi. Shunaqami, qizim? Yaxshilab eslagin. Yo'q, oyi, unaqa emas. Qo'ysang-chi, qizim. Men onangman axir. Haqiqatni ayt. Va'da beraman. Hech kimga aytmayman. Oyi, qanaqa haqiqat? Nimalar deyapsiz? Men bilib turibman. Shu yaramas kuyov seni o'sha yerdan itarib yuborgan. Oyi, unaqa bo'lgan yo'q deyapman-ku sizga. Bo'ldi, qiling. Mayli, qizim. Sen hozir eslolmaysan. Qo'yver. Mayli. Keyin eslarsan. Shu nimasini aytasan? Bu
Mahallalarda qizlar umuman yo'qmi deyman a bolalar? Tushunmadim. Nimalar deyapsan? Qanaqa qiz? Nima uchun bu yerga qizlarga qiziqib qolding? Ha nima mumkin emasmi? Qizinglarga qarash. Ey. Qayerdan kelib qolding o'zi? Ha, menimcha sizlar Toshkent shahar degan narsani bilmaysizlar. Tushunmadim Nima deyapsan? Qo'lingni tortib gapir. Og'zingga qarab gapir. Shoshmanglar, o'zinglarni bosib olinglar. Menga muammo kerak emas. Bolalar, tinchlikmi? Ha, Ali, tinchlik. Nima gap? Tinchlikmi? Ha. Mana shaharlik olifda o'zidan ketib qopti. Ey, menga qara. Men senga haddingni bilib yur deganmidim? Bolalar uzr-a. Bu shahardan kelgan mehmon. Xafa qilib jo'natsak yaxshi emas-da. Bo'pti. O'zing gaplashib qo'yarsan. Ochkimni berasizmi? Ha. Rahmat. Bu senga shahar emas. Oliftaliging o'tmaydi. Voy, assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Tinchmisiz? Nimaga unaqa turibsiz? Nima bo'ldi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Odamni qo'rqitmasdan gapirsangchi, sizga aytyapman. Nima bo'lsa bo'ldi. Qo'rqadigan narsa qolmadi. Bu nima deganingiz? Meni ishdan haydashdi. Nimaga sizni ishdan haydashadi? Nimaga haydaydi? Kim haydaydi? Tug'ruqxonaga bosh shifokor keldi, yangi. Hop, nima bo'pti shunga? Siz qorovulsiz-u, doktormasiz-u? Ko'pchilikka qo'shib meni ham ishdan bo'shatib yuborishdi. Tushunmadim gapingizga. Tushuntiribroq gapiring. G'alcha, meni jinoyatga sherik deb ishdan haydashdi. Nimaga tushunmaysan? Nimaga buncha tushunmaysan? G'alchamisan-ey? Nimasiga tushunishim kerak, ha? Nimaga ishdan bo'shatishadi? Shuncha ahmoqona ishlarni qildingiz. Mo'maygina pul olaman, yangi mashina sotib olaman deb? Na pul bor, na ish bor. Ikkita qo'lingizni burningizga tiqib kelyapsizmi? Xo'p, baqirma. Hal bo'lmaydigan narsa bormikan? Baqiraman, tushundingizmi? Men sizga nima degandim? Men sizga nima degandim, ha? Mana ahvol. To'xtang. To'xtang, sizga gapiryapman. Men sizga nima degandim? Nima degandim sizga? Menga qarang. Alo. Sumbula, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, bezovta qilmadimmi? Siz aytgan masala bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgandim. Yo'q, 2 kundan beri qo'ng'irog'ingizni kutaman. Biror bir yangilik bormi? Ha, bor, lekin biroz chigal. Nimaga? Sizga qanday tushuntirsam ekan? Tezroq gapiring. Ichim qizib ketyapti. Xo'p, qisqasi siz aytgan Mohira ismli ayolni topdim. Bir necha yil oldin aynan sizni qishlog'ingizdan shaharga ko'chib ketgan ekan. Hamma ma'lumot, hattoki yoshi ham to'g'ri kelyapti. Rostdanmi? Ha. Siz ularni ko'rdingizmi? Yo'q, hali ko'rmadim. Lekin muammoli joy shundaki, siz oyingiz familiyasini Mohira Rizqiyeva deb aytgandingiz. Bu ayolning familiyasi esa Mohira Xurramova ekan. Bor gap shu. Qanaqasiga? Shunda bu ayol meni onam emasmi? Hali bunisi noma'lum. Chunki familiyasini o'zgartirgan bo'lishi ham mumkin. Ha, to'g'ri. Buni qanday aniqlasa bo'ladi? Qolganini ham aniqlashga harakat qilyapman. O'zingiz qachon Toshkentga kela olasiz? Men boraman. Qachon desangiz boraman. Qo'ng'iroq qilib aytsangiz bas. Tushunarli. Yaxshi. Unda 1-2 kun ichida men sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, rahmat. Arzimaydi. Tezroq harakat qiling, iltimos. Men uchun juda ham muhim. Xo'p, sizni tushundim. Mayli, xayr.
yo Alloh, o'zingga shukur. Onamni topaman. Shunday bag'rimga bosaman. Onajonim, sizni sog'indim. Bu. Qo'rqitib yubording odamni. Qalaysiz? Sizda muhim gapim bor. Ish qilyapman, ko'rmayapsanmi? Ko'ryapman, lekin bu juda ham muhimda. Bu gapni anchadan beri aytmoqchi bo'lib yurdim. Sizni sensirasam maylimi? Sizlashga qiynalyapman-da. Xo'p, xullas, Xumora. Sen menga yoqasan. Men seni yaxshi ko'raman. Bilaman, dabdurustdan bunaqa deyishim noto'g'ri. Har qanday qiz ham cho'chib ketishi mumkin. Lekin meni ham to'g'ri tushun. Qachondan beri ayta olmay yurgandim. Shuni aytmasam bo'lmasdi. Men o'sha akam bilan seni opangni to'ydan beri seni yaxshi ko'rib qolganman. Seni anchadan beri kuzatib yuraman. Aqlli, farosatli, yaxshi qizsan. To'g'ri, bir ikkita kamchiliklaring bor, lekin ularni ham to'g'rilasak bo'ladi. Xumora, to'g'risi men ortiq chidolmayman. Bu yerda bo'lishimni ham aslida sababi seni qo'lingni so'rash. Ke, menga turmushga chiq. Seni esing joydami? Bilaman. Ana va yovvoyi yigit bilan orangizda bir nima bo'lishi mumkin. Lekin sen adashyapsan. U seni tenging emas. Mayli. Agar sen menga yoqmaysan desang, hozir ketaman. Boshqa meni qoramni ham ko'rmaysan. Lekin yaxshilab o'ylab ko'r. Yo uni, yo meni tanlashing kerak. Xo'sh? Menga qara. Menga yana bir marta qo'ling uchun teqissang, o'zingdan ko'r. Mana bu sochlaringni bittalab yulib olaman. Ha, o'sha yovvoyi degan yigiting meni sevganim bo'ladi. Va men uni tanlayman. Tushundingmi? Endi esa bu yerdan yo'qol. Jin ursin. O'zingga kelib qoldingmi? Ha, lekin eslasam, hali ham yuragim orqaga tortib ketyapti. Lekin sizlarga havasim kelyapti. Er-xotin bir-biringizga rosa mos ekansizlar. Allohim hammani o'z jufti bilan yaratgan. Bir-biriga mos qilib yaratganda. Sizlar bilan zerikmas ekan odam. Oydin. Bir narsa so'rasam, noto'g'ri tushunmaysanmi? Yo'q, bemalol so'ravering. Men oyingni juda ham yaxshi taniyman. Hozir nima bo'lganiga tushunmay turibman. Nega oying qamalib qoldilar? Sen esa qochib ketishga majbur bo'lding. Aslida hammasiga men aybdorman. Sen? Nega? Nima bo'ldi? Menga ichingdagini bemalol aytsang bo'ladi. Qasam ichaman, hech kimga aytmayman. Sizga ishonaman. Lekin bu juda ham uzun hikoya. Nima qilibdi? Sen bir boshidan gapiraver. Ha, tun uzoq bo'lsa, ikkalamiz ham bekorchimiz. Bolang ham uxlab qoldi. Bularni boshi aslida shaharda boshlangandi. Qaynonam meni tug'mas ekanda, erim bilan ajratmoqchi bo'lgandilar. Assalomu alaykum, dada. Ha, kuyov. Nima qilib turibsiz? Hech narsa. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Tinchlikmidi? Balki biron nima qilishga hojat ham yo'qdir. Gapingizga tushunmadim.
Hammasi sizlarning rejanglar bo'yicha ketyapti, to'g'rimi? Tushunmadim. Qanaqa reja? Bolani o'zlaringga olib qolish rejasi. Dada, bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Nima demoqchiligimni yaxshi tushunib turibsiz. O'zingizni go'llikka solmang. Dada, Oydin bilan til biriktirib mana shu ishlarni qildingiz, to'g'rimi? Kecha tunda ham uni o'zingiz qochirib yubordingiz. bo'lmagan gaplarni qo'ysangizchi, dada. Agar shunday bo'lganda, o'zim ham u bilan qo'shilib qochib ketmasmidim? Yo'q. Siz biz shubhaga bormasligimiz uchun o'zingiz shu yerda qolgansiz. Ha, rejani puxta qilgansizlar. Qo'ysangizchi, dada. Nimalar deyapsiz? Ha. Men jiddiy gapiryapman. Ha. Oydinmi yozayotgan?